konspektga qaramasdan o'zingizlar yetishga harakat qilinglar. 14-so'zimiz nima edi? 14-so'zimiz nima edi? Kecha eslab qolgan so'zlarimizdan. Kecha shunchaki ketma-ket eslab qoldik, xolos. Bugun xorijiy so'z, tarjima va hokazolar bilan birgalikda Xudo xolisa eslab qolamiz. Muhabbat. Chotk. Gap yo'q. Xo'p, demak, endi bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Bugun sizlar bilan ko'rib chiqqan asosiy narsa chet til so'zlarini qanday qilib eslab qolish va unga tegishli muammolar haqida gaplashamiz. Dunyodagi eng kuchli xotira egalari sirlari haqida gapiraman. Haqiqatan ham men ko'pini taniyman, hozirgi zamonda yashab turganlarni. Qanday qilib chet til so'zlarini eslab qolish mumkin? Xotira qanday ishlaydi? Men tushuntirib beraman. Chet til so'zlarini jarayonda eslatib qo'yaman sizlarga, ya'ni birgalashib eslab qolamiz. Qanday qilib chet til so'zlarini uzoq muddatga eslab qolish mumkin? Ya'ni bugun eslab qoldim, ertaga unutdim emasda. 1 oy, 2 oy va hokazo. Qisqasi uzoq muddatga katta qismini eslab qolish. Chet til so'zlarini eslab qolish uchun eng kuchli usulni beraman. Aynan chet til so'zlarini eslab qolish uchun maxsus usulni beraman. Yodlangan so'zni umuman unutmaslik, ayrim sirlar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, sizlar bilan birgalikda. Undan keyin Superme AI 2.0 kurs taqdimoti bo'ladi va shaxsan o'zimdan maxsus sovg'a, xudo xolis. Oxirigacha o'tirsangiz bo'ldi sovg'ani olish uchun, shunchaki oxirigacha. Hozir sovg'a haqida ham gapiraman, qanaqa bo'lishi. Xo'p, demak, 3-kunda nimalar bo'ladi bizda? Nima uchun aynan eng katta, nima uchun dangasalik eng katta muammoligi haqida aytib beraman. Ertaga dangasalik aslida nima, dangasalik eng xavfli turlari haqida gaplashamiz. Agar ishingizni umuman keyinga qoldirib hech narsani boshlamayotgan bo'lsangiz ham, ertangi kundagi darsingiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Qoldirilgan hayot sindromi haqida kecha ozgina gaplashdik. Ertaga ham chuqurlashamiz bu narsaga. Misol uchun men sizlarga bugun texnikani o'rgataman, qanday qilib xorijiy so'zlarni tam 100 talab eslab qolish, 1000 talab eslab qolishi. Okey, lekin agar siz dangasalik qilsangiz, baribir bu narsani ishlatmaysiz. Shu muammoni oldini olish kakras ertaga bizda bo'ladi. Miyani to'g'ri boshqarish algoritmlari haqida gapirib, weak point texnikasini o'rgataman. Bu juda ham kuchli texnika. Qisqa muddat ichida kuchaymoqchi bo'lsangiz, именно shu narsani bilishingiz kerak bo'ladi. Keyin Superme 2.0 onboardingga bo'ladi ertaga. Xo'p, shaxsan o'zimda yana maxsus sovg'a. Sovg'alar ko'p. Xo'p, demak, keyingi 1 soat ichida hurmatli marafon qatnashchilari kuniga yuzlab xorijiy so'zlarni yodlash mumkinligini men sizlarga ko'rsatib beraman. Yo'g'i o'zingiz shu narsani ishlatishingiz mumkin. Endi tashkiliy momentlar 30 soniya farq qiladi. Men bilan sizlarni oranglardagi zadershga men hozir bu yerdan gapiramanda, keyin sizlar yozishinglar yoki meni gapim sizlarga yetib borish orasi 30 soniya bo'ladi o'rtacha. Jonli efir bo'lmaydi, zapisi bo'lmaydi, aniqrog'i jonli efirda interaktiv qatnashishlik kerak bo'ladi. Zapisdan hech qanaqa foyda ham bo'lmaydi o'z aslida olganda. Prям jonli shu yerda o'zida qatnashib turib, mashqlarni bajarishlik kerak. Moderatorlar chatni nazorat qiladi. Imkon boricha chatda endi odam ko'p, hammani ham ko'ra olmasligi mumkin, lekin imkon qadar nazorat qiladi. Master-klass davomiyligi 2,5 soat atrofida bo'ladi bugun. Xo'p, demak, meni Instagramda belgilashingiz mumkin. Kecha imkon qadar belgiladim. Meni kim belgilagan bo'lsa, like bosib ham qo'yaman, xudo xolisa. Davronbek Turdiyev meni Instagram, rasmiy Instagram kirishingiz mumkin bo'ladi. Va jonli efir oxirida sovg'alar bor. Xo'p, sovg'a qanaqa bo'ladi? Maxsus video darslik va qo'llanmalar, maqsad qo'yish haqida gaplashamiz. Ya'ni bugungi jonli efir oxirigacha o'tirsangiz, nimaga bu kerak? Xorijiy tilni o'rganish jarayonida, chet tilini o'rganish jarayonida, xorijiy so'zlarni, chet tillarni, aniqroq so'zlarni yodlash jarayonida ham konkretni rejalashtirishni o'rganishingiz kerak. Mana shu haqda alohida video darslik bo'ladi. Bugungi jonli efir oxirigacha o'tirsangiz bo'ldi. Xorijiy so'zlarni tez yod olish bo'yicha guidebook bo'ladi undan tashqari. Guidebooklarni ham ko'rsatib boraman sizlarga. Guidebook degani shu qo'llanma bo'ladi. Uni skachat qilib turib, o'zingizga yuklab olib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, endi meni birinchi marta ko'rayotganlar, bir bosib oringlar. Agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kecha qatnasha olmay qolgan bo'lsangiz va hokazo, men o'zimni qisqa qilib sizlarga tanishtirib beraman. Darsimizni sekin xudo xolasa boshlaymiz. Bugun men bitta ham materialni tayyorlab qo'yganman sizlar uchun. Ko'rsatib o'taman. Birinchi marta ko'rayotganlar, bir bosib oringlar iltimos. Qisqa o'zimni tanishtirib o'taman bu. Xo'p, voy. Kommentlar juda ko'p. Xo'p, demak, meni ismim Davronbek, familiyam Turdiyev, yoshim 34. Superme loyihasi asoschisiman. Superme loyihasi, ya'ni bu onlayn loyiha, offlayn o'quv markazi ham bo'lgan bizda. Oxirgi 5 yil ichida 47 mingdan ko'proq odam meni onlayn loyihalarimda va offlayn loyihalarimda ta'lim olishdi. Mana Superme'da. Katta qismi 8 yildan beri men dars beraman.
xotirani rivojlantirish bo'yicha, self development bo'yicha 3 ta kitob muallifiman. Bugun bittasini sizlarga ko'rsatib beraman. Xudo xolisa 3 ta kitob yozganman shu paytgacha. 12 yildan beri eslab qolish bilan professional shug'ullanaman. Ya'ni o'z ustimda ishlab xotiramni rivojlantiraman. Turli xil musobaqalar, rekordlar va hokazo. O'zbekiston Nemosport federatsiyasi, O'zbekiston eslab qolish federatsiyasi asoschisi hamda rahbariman. Xo'p, Rossiya rekordini o'rnatganman 2018-yilda 3250 ta raqamni eslab qolganman 2 soat ichida, 2 soatdan sal ko'proq vaqt ichida. Va asosiy missiyamni men shunda tushunganman. Demak, odamlar o'zini potensialidan oxirigacha foydalanmaydi. Men bu narsani insonlarga o'rgataman. To'garak ochdim, maktabda ishladim, boshqa narsa qildim. Jarayonda pandemiya bo'ldi, keyin onlayn faoliyatda yurishni boshlaganman. Kunduz portalida katta maqola yozilgan biz haqimizda. Kunduzni deylik YouTube kanaliga kirib ham ko'rishingiz mumkin. Ko'plab boshqa kanallarda ham juda ham ko'p podkastlar, intervyular va hokazo. Ma'lumot ko'p qisqasi. Agar misol uchun men rekordimni ko'rmoqchi bo'lsanglar ham YouTube'da turibdi. Davronbek Turdiyev rekord deb yozsanglar chiqadi. Xo'p, demak 47 mingdan ziyod talabalar shu paytgacha o'qidi. Maktabda ishlardim men ilgari va mnemonika to'garagini ochganman. O'zi o'qituvchiman. Bitta narsa, mana bugungi men sizlarga berilgan algoritmim mana jarayonda o'rgangan narsalarim hammasi. Ya'ni men o'zim hech qachon qo'llamagan yoki meni shogirdlarim qo'llamagan narsani hech qachon hech kimga o'rgatmayman. Doim men o'zim tajribamdan o'tadi, o'zim qo'llayman va ko'p men o'rgatadigan texnikalar professional texnikalar. Ya'ni biz haqiqatan ham bu narsalarni ishlatamiz, musobaqalarda ham, boshqa joyda ham, oddiy hayotda ham, kimdir deylik, imtihonga topshirish jarayonida, kimdir testlarni yodlash jarayonida, hamma har xil joyda ishlatadi. Kimdir diqqatini, xotirasini rivojlantiradi, kimdir chet tilini o'rganish jarayonida xorijiy so'zlarni, chet til so'zlarini yodlashda ishlatadi. Endi maktabda ishlaganimda $120 oylik olardim. $120 oylik olardim men. Bu 2016-17 yillar yarim pension maktab bo'lgan. 2016-2017 yillarda men maktabda ishlaganman va ikkita katta sinf rahbari bo'lganman. Bittasi yordamchi bo'lganman, bittasi sinf rahbari bo'lganman. 8-sinfda, shu menda 8-sinf, 9-sinf o'qiganda men ularga to'garak ochgan. Ya'ni o'sha paytda bitta to'garak qilganmiz. Eslab qolish bo'yicha to'garak, qo'shimcha to'garak bolalar uchun, qizlar uchun. Chunki ular tarix fanidan, boshqa narsadan, undan bundan eslab qolish jarayonida qiynalishadi. Va fanlardan o'qishni yaxshi boshlashdi. Aynan mana shu to'garakdan keyin haqiqatan ham qiziqishdi. 15 ta bola bor edi sinfda, xususiy maktab bo'lgan. 15 ta bola, keyin boshqa sinflardan bolalar qo'shilib ko'payib ketgan. Ya'ni hattoki yerda o'tirib ham palasi ustida o'tirib ham bolalar raqam yodlab, so'z yodlab qatnashishardi. Ayrimlari kimyodan, ayrimlari tarixdan yaxshi o'qish boshladi va hokazo. Tarixiy sanlar eslab qolishni o'rgatganman. Atamalar, elementlar, misol uchun bitta 9-sinf qizimiz bo'lardi. U davriy jadval, tablitsa Mendeleyeva hammasini eslab qolgandi o'sha payt. Hattoki shu Dalton deydi. Elementni vazni, o'shani oxirgi ikkita raqamini aytsangiz, qolgan ma'lumotni aytardi. Bu narsani 3 kunda qilganmiz-da. 3 kun ichida eslab qolishni o'rgatganman. 3 kun ichida birgalashib eslab qolganmiz. Shu darajada haligi qilganki, maktab direktorlari uni qanaqadir dahodek hammaga ko'rsatib yurgan o'sha qizni. Kuchli texnikalar bo'lgan chunki. Raqamlar, matnlar, umuman hamma narsani eslab qolishni o'sha paytda o'rgatganman. Lekin bitta muammo bor edi. Men bu muammo bilan hech qanday duch kelmaganman. Va bu muammo nimadan iborat edi? Muammo chet tili so'zlar. Men uchun shu payt muammo bo'lgan nimaga? Qaranglar, asosiy ikkita sabab. Birinchisi, men o'zim u payt teng bo'lib, qanaqadir chet tilni o'rganmayotgandim. Va men professional mnemonistman. Men uchun musobaqada bo'ladigan narsalarni eslab qolish asosiy narsa edi. Musobaqada so'zlar bor, lekin u yerda so'zlar ketma-ket eslab qoldi. Chet tili so'zlar ketma-ket emas, bilasizlar, so'z tarjima, talaffuz tarjima, va hokazo. Tarjimasi bilan bog'lab eslab qolish kerak. Va men nima qilganman? 2017-yilda jahon chempionatiga borganimda, maktabda ishlab yurgan paytlarim, mana shu o'rtadagi yigitmanman. Shenzhen shahrida bo'lgan eslab qolish bo'yicha jahon chempionati. Shu paytdagi eng katta jahon chempionati bo'lgan. 380 ta qatnashchi bo'lgan. Men bu oldimdagi ikkita qiz ismi Engshur hamda Mungshur. Mungshur men bu oq sportivkadagi qizcha, Engshur qora futbolkadagi qizcha. Bular egizak va bular dunyodagi eng kuchli xotira egalari. Mana shu qizlardan, undan tashqari Shi Binbin degan Xitoy insoni. Men bu odam dunyoda 500 ta raqam, 5 minut ichida 500 ta raqamdan birinchi marta o'tgan inson.
508 ta o'shanda eslab qolganda, u dahshatli natija bo'lgan o'sha payt uchun. Rekord natijalarga juda yaqin natija bo'lgan. Hozirgi rekordlarga ham hattoki. Va bu insondan ham, boshqa mnemonistlardan ham, Belorussiyadan mnemonistlar bilan tanishganman, Ingshur Mungshur bilan gaplashganman. Qisqa qilib aytganda, chet til so'zlari umuman olganda xotirani rivojlantirish uchun qanaqa texnikalar ular ishlatishini ham o'rganib kelib, bolalarga o'rgatganman. Va shogirdlarimda ajoyib narsa bo'lgan. Shogirdlarimda qanday qilib chet tili so'zlarini eslab qolish mumkinligini integratsiya qilganimdan keyin, o'rgatish boshlaganimdan keyin, ular bir necha kunda bitta o'tirishda 100 ta chet tili so'zlarini tarjima talaffuzi bilan eslab qolishni boshlashgan. Tasavvur qilyapsizlar? Ya'ni misol uchun men uchun, даже men o'sha paytda, u paytda anchadan beri mnemonika bilan shug'ullanib yurganman, hayron qolganman. Demak, texnika bu yerda ham, bu zonada ham zo'r ishlar ekan deb o'ylaganman. Undan keyin 2018-yilda Toshkentga ko'chib kelib, o'quv markazi ochilganda, Neyron degan o'quv markazi bo'lardi o'sha paytlar. Yosh kattalar kelardi menga asosan. Tam 30+, 40+, 60+ o'quvchilar ham bo'lgan. Даже ularda ham mana shu muammo bor edi. Ularga ham xuddi shu texnikani o'rgatgan. Xuddi shu bir xil texnikani o'rgatganman. Ularga ham bir xil ishlagan. Undan keyin modernizatsiya qildik texnikani, qo'shimchalar qo'shdik, uni shug'ullanish etaplarini yozib chiqdik, tezlashish etaplarini yozib chiqdik. Men uchun qo'shimcha mashqlar ishlab chiqdik. O'sha aynan shu qobiliyatni rivojlantirish uchun yordam beradigan mashqlarni yozib chiqdik. Hammasi istalgan yoshda ishlashni boshladi, u yoki bu ko'rinishda. Endi to'g'ri, yoshi katta bo'lsa, sal sekinroq bo'lishi mumkin. Natija lekin bo'ladi. Xudo xolisa bir xil bo'ladi. Natija bir xil bo'ladi deyarli. Katta farq bo'lmaydi, katta sezilarli darajada bo'lmaydi. Endi, men bu insonning ismi Islom Xo'ja Madamini, bu men shogirdim. Islom Xo'ja ham Supermeda o'qigan bir paytlar. Bu yigit o'zi uchun ikkita ajoyib challenge qilgan. Birinchi challenge bu arab tilini eslab qolish bo'yicha, aniqroq arab til so'zlarini eslab qolish bo'yicha musobaqa o'tkazgan kichkina. Va eng ko'p eslab qolgan yigit, men aniq raqamini ayta olmayman, tam 736 tami, 746 tami, 700 tadan ko'proq eslab qolgan. Bir kunda, tam 10 soat, 8 soat oralig'i ichida, bir kun ichida yangi 700 tadan ko'proq so'z eslab qolgan. Buni shogirdi, tushunyapsizlarmi? Va undan tashqari, ingliz tiliga tayyorlanish jarayonida o'ziga challenge qilgan. Endi bu yigit mnemonist, musobaqalarga qatnashadi. Tak, men o'zim challenge qilaman deganda, so'zlarni olib turib, o'tirib yodlagan 14 soat oralig'ida, 14 soat ichida 1000 tadan ko'proq so'z eslab qolgan. 1000 tadan ko'proq aniq eslab qolgani. Tam 10 ta 20 tasida adashgan, ularni hisoblamaganda 1000 ta plus chiqqan o'shanda. Eslab qo'yaman. Bu bola ham kelganda qanaqadir kuchli xotiraga ega, boshqa narsa bo'lmagan. Yo'q, lekin hozirgi kunda aynan shu yigitning eng kuchli tomoni, men shogirdlarim ichida bu yigitning intizomi o'ta kuchli. Intizom bilan joyida shug'ullanib o'tirib, o'z ustida ishlab, o'zi kamtaringina bola, lekin mana shunaqa mingtalab kuniga eslab qolish natijasini ham qilsanglar bo'ladi, faqatgina shug'ullansanglar bo'ldi. Endi darsimizni boshlaymiz. Qarab turinglar. Xotira qanday ishlaydi? Hammani xotirasi, istalgan tirik insonning xotirasi, sizni, meni, boshqa любой odam xotirasi bir xil patternlar bo'yicha ishlaydi. Bir nechta qobiliyatimiz bor. Qarab turinglar. Birinchi qobiliyat ma'lumotni saqlash. Chet til so'zlarini eslab qolish jarayonida siz chet til so'zini tarjimasini, talaffuzini saqlab qolishingiz kerak. Mana bitta qattiqdir miyaning ichida ma'lumot sifatida saqlanishi kerak. Bu birinchi va asosiy narsa. Ikkinchi masala saqlab turish. Ya'ni bu nima degani? Ma'lumot saqlandi va ma'lum muddat miyangizdan o'chib ketmadi. Misol uchun hozir eslab qoldimda, ertaga o'chib ketsa, menga nima keragi bor? Tushunasizlarmi? Menga haligina qasi yo'qda. Meni xotiram bunaqa ishlasa, bu kerak emas bunaqa xotira. Xotira gar u narsani saqladingmi, qanchadir muddatga eslab qolishing kerak. Xo'p, uchinchi narsa eslay olish. Eslay olish bu juda ham muhim narsa. Ko'pchilik tushunmaydi. Professional darajada xotirangizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, prям super qilmoqchi bo'lsangiz xotirangizni, mana shu 3 ta aspektni alohida shug'ullantirishingiz kerak. Saqlab qolish, saqlab turish va eslay olish. Endi eslay olish nima degani? Ma'lumot xotiraga saqlandi degani, uni kerakli paytda eslay ola olasiz degani emas. Ikkitasi teng narsa emas. Ba'zida shunaqa bo'ladiki, misol uchun mana kino ko'ryapsizlarda, aktyor ismini bilasizlar. Yoki testda bitta savol tushdi, javobini bilasizlar, o'sha payt esla olmaysizlar. Kimda bo'lgan? Men deb yozinglar, tilimni uchida aylanyapti degan gap bor-ku. Mana bitta kommentini ham tushirib beringlar bola. Haligi men deb yozinglar, kimda bo'lgan mana? Aniq bilasiz o'sha ma'lumotni. Haligi inson ismini ham
hatto bosh harfini biror kishi aytsa, eslay olasiz. Lekin bitta asosiy masala nimadan iborat? O'sha paytda kelmayapti. O'sha paytda hech qanaqasi kelmayapti. Ya'ni o'sha payt qiynalyapsiz. Eslay ol. Mana shu eslay olish. Mana men deb yozilsa, ko'pchilikda bo'lgan. Ya'ni bu narsani ham alohida shug'ullantirishimiz kerak. Biz faqatgina deylik, ko'p narsani eslab qoldimda, keyin ishlata olmayman. Nima keragi bor? Unaqada eslab qolishdan foyda bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun bu narsaga ham e'tibor berishlik kerak. Yana bir marta, xotirangizni 3 ta asosiy qobiliyati bor. Ma'lumotni saqlash, ma'lumotni saqlab turish, ma'lumotni eslay olish. O'sha rekord o'rnatganman, mana shu 3tasi cho'tki ishlagan. Men 3250 ta raqamni eslab qolganman. Men uni saqlab tura olganman ma'lum muddat. Shovqin-povqin, chalg'ishlarga qaramasdan men uni eslab bera olganman o'sha joyda. Hayajonlansam ham boshqa narsa bo'lsa ham. To есть bu mashqlar mahsuli. Xo'p, endi sizda asosan qanaqa muammo tug'iladi? Eslab qolish jarayonida nima muammo bor? Mana shu 3tasidan bittasi bormi? Boshqa qo'shimcha muammo bormi? Qanaqa muammo bor? Mana nimadir eslab qolyapsiz. Misol uchun kitob yoki chet til so'zlarini yoki boshqa qoidalarni farqi yo'q. Nima muammo? Nima muammo? Chatga yozinglar. Qanaqa muammo? Hozir men sizlarga 5 qadamli algoritm beraman. 1 2 3 4 5 sizlar bilan birgalikda chet til so'zlarini eslab qolishni boshlaymiz. Kimda qanaqa muammo? Koreyscha so'zlar. Ko'rinyaptimi? Mana mapti ko'rinan. Kimdir koreyscha so'zlar haqida yozdi. Ko'rinyaptimi yo'q? Ha, mana endi. Mana shu koreys tilimi bolalar? Oldimi mana? Kakras mana bugun ko'rsatib beraman bitta narsa. Saqlab turish, eslab qolish, eslay olish, saqlab turish. Hammasi. Diqqatim jamla olmayman. Tez unutilib ketadi. Hokazo. Mayli. Bugun qaranglar, men bugungi beradigan algoritmim qaysidir til uchun emas. Любой til uchun ishlaydi. Farqi yo'q. Chunki so'zlar universal, ular endi to'g'ri, ba'zi tillar sal qiyinroq bo'ladi. Misol uchun deylik, arab tili, xitoy tili, yapon tili, kars tili, ularni alifbosi, boshqa narsasi qiyinroq. Shuning uchun o'ta tezlikni nisbatan pasaytirishga majbur bo'lasiz eslab qolishda. Deylik, ingliz tili, boshqa qanaqadir alifbosi, harflar tanish bo'lgan so'zlarda tezroq yodlay olasiz. Tezroq. Misol uchun ingliz tilini bir kunda 1000 ta eslab qola olgan odam, deylik, xitoy tilida 1000 ta emas, 600 ta, 700 ta eslab qola oladi. Va xuddi shunaqa, deylik, bir kunda 100 ta, 200 ta so'zni eslab qolasiz. Osonroq so'zlarni, sal qiyinroqlariga bir 70%, 80% ga tezligingiz o'zgaradi. Tushadi 80-70% gacha. Xo'p, demak, endi chet til so'zlarini eslab qolish uchun 5 ta qadam, 5 ta algoritm, 5 ta qadam bor. Har bittasini alohida ochib beraman-ki, birinchisi bu ish rejasi. Men bugun professionalizm haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Bu juda ham muhim narsa. Buni e'tiborga olishmaydi. Любой narsani eslab qolishda, ayniqsa muhim narsani eslab qolishda farqi yo'q. Til o'rganyapsizmi, boshqa narsa. Mana shu professionalizm mindseti sizlarga yordam beradi. Natijali dahshat katta bo'ladi. Ko'pchilik tushunmaydi. Natija noproporsional tabiatga ega. Bu nima degani? Bu degani ba'zi insonlar sal kamroq harakat qilib turib ham ko'proq natija ko'rsatish qobiliyatiga ega. Bu bekorga emas. Xo'p, demak, flash kartalar haqida gaplashamiz. Mana flash kartalarni tanlaganman, tushuntirib beraman. Nima interval takrorlash haqida gaplashamiz. Toga usuli haqida gaplashamiz. Nima u toga usuli, qanday ishlaydi? Toga usulini shug'ullantiramiz birgalashib. Men sizlarga bir nechta so'zlarni ko'rsatib beraman. Eslab qolishga harakat qilasizlar va passiv lug'atni aktivlashtirish haqida gaplashamiz. Sizlar bilan birgalikda. Ya'ni shunchaki eslab qolmaysizlar-da, uni keyinchalik ishlatishni o'rganasizlar, xudo xolisa. Xo'p, demak, ish rejasi. Qarab turinglar. Birinchi o'rinda nima kerak bizga? Birinchi o'rinda bizga ish rejasi kerak. Nima uchun ish rejasi juda muhim? Kecha ham gaplashdik. Kecha reja haqida gaplashdik. Road map haqida gaplashdik. Bugun dekompozitsiya, ko'nikma dekompozitsiyasi haqida aytib beraman. Nimadir eslab qolmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib uni hajmini bilib olishingiz kerak. Har doim bu universal qoida. Mani yaxshilab eshitib olinglar, qaranglar. Ikkita holat. Savol sizlarga. Mana bizda psixologiya bor. Psixologik kuch deylik. Odam psixologik kuchi bor. Misol uchun, irodasi, asabi va hokazo farqi. Psixologik kuch. Endi tasavvur qiling, ikkita odam kimdir kutyapti. Ikki xil odam har xil kimdir kutyapti. Bu kutyapti va bu biladi, haligi inson 2 soatda keladi. Aniq 2 soatda keladi. Mana bu biladi. Bu u odam qachon kelishini bilmaydi. Mana birinchisi, bu birinchi holatda umuman noma'lum, qachondir keladi kimdir va kutyapsiz.
Ikkinchi holatda kelishini qachonligini aniq bilasiz. Qaysi biri qiyinroq? Qaysi biri qiyinroq? Psixologik qaysi biri qiyin? Umuman qachonligini bilmaslikmi yo aniq bilishmi? Qaysi biri qiyin? Qaysi biri birinchisi qiyinmi, bilmaslik qiyinmi yoki ikkinchisi bilish qiyinmi? Qaysi biri qiyinroq? Birmi, ikkimi? Nima 47 yosh yodlab oldim, iya? Конечно. 47 endi o'rta yoshga kiribsizlar. Mana qaranglar, xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotida 44 yoshgacha inson yosh hisoblanadi. Mana ko'pchilik bir deb yozyapsizlar. Bir deb yozyapsizlar. Birinchi holat juda qiyin. Agar menga kimdir nimadir desa, tam bilmayman qancha raqam eslab qolish. Bilmayman qancha so'z eslab qolaman. Men bilmayman qancha deb eslab qolaman. Men ham bilmayman. Bilimsizlik juda ma'nosizlikda, bu bilmaysizda qiyin. Shuning uchun birinchi o'rinda men aytaman, hajmni bilib olaylik. Doim hajm. Hajm bu reja. Men точно bilaman, misol uchun qanchadir ham darajaga chiqish uchun qaysidir tilda 3000 ta so'z eslab qolishim kerak. Misol uchun. Yoki deylik, matematikadan 500 ta formula eslab qolishim kerak. Farqi yo'q, qanchalik ko'p bo'lsin. 20 tami, 6000 tami, 3000 tami, 1000 tami, 500 tami oldindan bilsangiz siz reja qila olasiz. Reja qila olasiz. Ya'ni siz ayta olasiz. Ha, demak, birinchi haftada misol uchun 3000 tani eslab qolish uchun, misol uchun deylik, men endi o'zimni qarichim bilan o'lchayman. Deylik, kuniga nagruzka qilmasdan 200 tadan eslab qolinsa ham 200 ta va hokazo jami 15 kun. Plus takrorlash, boshqa narsalarga yana deylik qanaqadir gap olinadi, bir hafta qo'shib yuboriladi ustiga. Deyta bir 23 kun, 25 kunda 3000 ta so'zni eslab qola olaman. Misol uchun, nagruzkasiz, ish-pishga chiqib bosh vaqtda. Tushunyapsizmi? Chunki men oxirida bilaman. Ha, demak, mana bunaqa 3000 ta so'z tam 30 kunlik ish misol uchun. Va hokazo. Shuning uchun birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak. Bu narsani professionalizm deydi. Ya'ni asosiy narsa ishga har safar jiddiy qaranglar. Ishga har safar jiddiy qaranglar. Hech qachon qo'lni uchida qilmaylik hech narsani. Mana misol uchun men kecha so'radim-da, hayot haqida so'radim, hayot o'zgarish haqida. Mana kimni IELTS olsa hayot o'zgaradi. Kim nima qilmoqchi va hokazo. Har bitta inson farqi yosh, katta, kichkina, boshqa hayotingni o'zgartirish uchun nimadir qilmoqchi bo'lasizlar. Vazn tashlaysizlar yoki naborot vazn olasizlar, to'g'rimi? Xotirangizni rivojlantirasizlar. Har safar jiddiy kirish kerak. Jiddiy natija, jiddiy ish talab qiladi. Jiddiylik nimadan boshlanadi? Jiddiylik nimadan boshlanadi? Ob'yomdan boshlanadi. Agar siz misol uchun men oldimga kelsangizda, Davron aka, men o'zim xotiramni rivojlantirish, siz bilan individual ishlamoqchiman desangiz, men birinchi o'rinda aytaman, qanaqa darajagacha rivojlantirmoqchisiz? Super, dahshat, O'zbekistonda eng kuchli xotira bo'lmoqchimisiz? Bu boshqa masala. Bunga boshqacha vaqt, boshqacha kuch, boshqacha podxod. Yo o'zim uchun tam xotiramni 2-3 barobar kuchaytirmoqchiman. Bu boshqa masala. Mana shu asosiy ishga jiddiy kirish. Endi o'zingizda professionalizm rivojlantiring. Qarab turing. Bitta zo'r narsa bor, mana shuni yozib olishinglarni xohlayman. Ko'nikma dekompozitsiyasi degan narsa bor. Ko'nikma dekompozitsiyasi. Qaranglar. Ko'nikma dekompozitsiyasi nima degani? Misol uchun. Xotirani rivojlantirmoqchiman. Nimaga rivojlantirmoqchiman? Xotiramni rivojlantirmoqchiman, chet tili so'zlarini eslab qolish uchun. Endi men chet tili so'zlarini eslab qolish uchun xotira ko'nikmasini o'zimda rivojlantirmoqchi bo'lsam, men mana shu ko'nikmani dekompozitsiyalashtiramiz. Men aytaman, okey, kuchli xotira nima degani? Tez eslab qolish. Birinchi, okey. Xo'p, ikkinchi, uzoq muddatga eslab qolish. Ya'ni bitta tezda eslab qoldimda, ertaga o'chib ketdi. Men kerak emas bu narsa. Uzoq muddatga eslab qolish. Xo'p, sifatli eslab qolish. Ya'ni tam 90-95% esimda qoldi. Sifatli eslab qolish. Xo'p, yana nima? Chalg'ib ketish mumkin. Diqqatni ham rivojlantirishim kerak. Mana shu dekompozitsiya. To есть men buni olyapman-da, rivojlantirishim kerak bo'lgan 4 ta narsaga bo'lib chiqyapman. Ko'pchilik mana shuni inobatga olmaydi. Men sizlarga bitta zo'r sir ochaman. Meni oldimga keladigan, til o'rganadigan bolalar, tam kimdir arab tilini o'rganadi, kimdir Qur'on yodlaydi, kimdir chet til so'zlarini o'rganadi, kimdir prosta testga tayyorlanmoqchi. Ko'pchiligini bitta muammosi bor. Qoyil qolasizlar. Nima muammo, nima deb o'ylaysizlar? Mana men sizlarga hozir shu muammoni aytaman. Chalg'ib ketish va hokazodan tashqari nima muammo? Qaranglar, hozir professionalizmni negizini ochib beraman.
Chet til so'zlarni yodlashga o'tishimizdan oldin qanaqa muammosi bor? Nima deb o'ylaysizlar? Telefon, ну, понятно, chalg'ib ketish. Yodlash va hokazo. Qaranglar. Eng katta muammo bitta joyda 4 soatlab o'tiradigan odam eng katta muammosi bel og'rishi. Bel og'riydi. Bel. Men hayolga kirmaydigan narsada bu. To'y siz men tam arab tilini o'rganishim uchun yoki tam qaysidir tilni aylanishda men belimni o'ylashim nima keragi bor deb o'ylashingiz mumkin, to'g'ri. Lekin bilvosita, ko'ryapsizlarmi, sistema murakkabroq odatda. Sal kengroq o'ylashni o'rganishimiz kerak edi. Menda muammo bo'lgan, men jahon chempionatiga tayyorlanyapman, o'sha rekorddan oldin. O'tiribmanda 3 soat raqam yodlashim kerak. Men bu joyim poyesnitsam og'rishni boshlagan. Oyoqlarim o'shishni boshlagan. Men nima qilaman? Men fitnessga chiqishni boshlaganman. Stanovoy tyaga deydi. Anaqani tortasiz. Stanovoy tyaga deydi. Shu mushaklar baqotlashsa, mushaklar baqotlashgan 3 oydan keyin muammo yo'q-da. Xotirjam o'tiraman. Chunki o'tiribsizda qatingizdan og'risa, nimadir bo'lsa, tish og'rig'i bilan til o'rganib ko'ring, va shu o'rganamiz. Tushunyapsizmi? Mana shu narsa dekompozitsiya. Shuning uchun professional inson o'ziga o'zi nima deydi? Okay, men samarali bo'lishim uchun, mana shuni rivojlantirishim nima qilishim kerak? Tezlab qolishni o'rganishim kerak. Bu yerga uyqu kirib ketadi, bu yerga pitaniya kirib ketadi, zararli odatdan qutulish kirib ketadi. Mana shu narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni ish rejasi deganda umumiy menga nima kerak va shu menga kerak narsa uchun nimalarni rivojlantirishim kerak. Bang 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 chiqib ketadi. Professional sportsmenlardan o'rganishingiz kerak. Professional sportsmen bitta medal uchun hayotini tikib yuboradi. Bilasizlarmi? Temir o'zi hech narsani anglatmaydi. Tagini olsangizda, lekin bir dona medal uchun, men dzyudodan qat'dan bitta medal yutib kelish uchun haligi inson hamma narsadan voz kechadi, erta yotadi, ichmaydi, chekmaydi, telefon qo'ylamaydi, rejimda yashaydi, o'lchab, grammlarigacha o'lchab ovqatni yeydi, qanchadan miqdor suv ichadi, qaysidir paytda shug'ullanadi, uxlaydi, vitaminlar, boshqa narsalar, check-uplar, minglab narsani qiladi, eng katta natijani ko'rsatsa hamma ko'radi, bu endi omad deb turaveradi. Bu omad emas, bu professionalizm. Agar sizga natija kerak bo'lsa, hamma narsani inobatga olishni o'rganing. Vaqtida yotishni o'rganing, boshqa narsa va hokazo. Ya'ni sal kengroq o'ylashni o'rganishimiz kerak. Eng katta va asosiy foydani aynan detallar beradi. Men sizlarga bitta narsa aytaman, mana bizda eslab qolishda, top 10 tani olsangiz dunyoda birinchi o'rinda chempion bo'lsa, deylik, 20-o'rinda bitta birorta odam, to'g'rimi? Boshqa birorta odamda noma'lum shaxs, bu inson kuchli bu ham, chunki dunyoda 20 talikka kirgan. Kuchsiz deyolmaysiz xohlasangiz ham. Bu haqiqatan ham kuchli eslab qoluvchi. Lekin chempion bilan 20 ta o'rin farq qilgani bilan buni farqi 1% da plus minus. Tushundingizmi? Mana shu 1% mana bu inson dunyodagi eng kuchli qilyapti. Buni 20-joyga olib qo'yapti. 100 metrga tez yugurishni ko'rsangiz, birinchi o'rinda adashmasam dedi 958. Usain Bolt. 100-o'ringa tushsangiz 1 sekund farq qilmaydi. 1 sekund farq qilmaydi. Ishoning, mana 100-o'ringa tushing, mana shundan 1 sekund farq qilmaydi. Tez yugurish bo'yicha ko'ringda. Ya'ni mana shu kichkina detallar asosiy narsa. Ahamiyati yo'q-ku, vaqtida yotishi yoki ahamiyati yo'q-ku, tam sabzavot yeyishi deyishingiz mumkin. Suv ichishi ahamiyati yo'q-ku deyishingiz mumkin. Ahamiyati bor. Aynan mana shu kichkina narsalar hal qiladi. Mana shu narsaga miyizni o'rgating. Katta kichigi bo'lmaydi mehnat, shunga aytaman. Ozgina narsa, mana shuncha narsa sizni yoki dunyoda eng zo'ri qiladi, yoki umuman pastda bo'lasiz. Mana shu bir donagina kichkina narsani. Endi ish rejani tuzish jarayonida nima qilish kerak? Ish hajmini bilib oling. Misol uchun, chet til so'zlarini yodlamoqchimisiz? Nishta. Mana kim nishta chet til so'zini yodlamoqchi? Chatga yozinglar. Kim nishta chet tili so'zlarini yodlamoqchi? Ayollarga qiyin-da, endi u ahamiyati yo'q lekin. Holatingizdan eng zo'rini qilasiz, xolos. Siz ham qanaqadir Elon Musk bo'lishingiz shart emas-ku. 2000 8000 ta, qaysi til u 8000 ta so'z yodlaydi. O'zbek tilida 10000 ta. Okay, 2000 ta, 100 ta, 5000 ta, 50000 ta. Endi 50000 ta endi вообще endi bilmayman.
Bunaqa til bo'lmasa kerak 50 ming so'zni bilmasanglar kerak o'zinglar ona tilinglarni. Va hokazo mana. Nechta ish hajmi? Xo'p, keyin deadline qo'yishingiz kerak. Deadline degani nima degani? Deadline degani oxirgi muddat. Mana misol uchun men boya ko'rsatdim. 3000 ta so'zni ham 1 oyda. Misol uchun bugun 24-sentyabr bo'lsa, 24-oktyabrgacha. Misol uchun. Endi men o'zimcha chamalayapman. Taxminan agar bez nagrushka o'zim yodlaydigan bo'lsam, примерно mana shunaqa bo'lardi. Hammada har xil. Xo'p, demak, haftalik bo'lib chiqasiz. Weekly schedule. Mana bir haftada qancha 3000 ta eslab qolish uchun 30 kunda, deylik 28 kunda deydigan bo'lsak, haftasiga 750 tadan to'g'ri keladi. Har hafta 750 tadan so'z eslab qolishim kerak. 750 tadan kuniga buni 7 ga bo'ladigan bo'lsangiz, примерно tam 100 tadan 108 ta plus minus 100 tadan ko'proq chiqadi. Va hokazo. Haftalik bo'lib chiqqaningizdan keyin ishni bajarib ko'ring va o'zgartirishlar kiriting. Ya'ni birinchi haftani bajarib ko'rasiz. Birinchi haftada 750 ta chiqmadi, tam 650 ta yodlab oldingiz. Nagrushka bo'lmadi. Okey, bo'ldi. Men bu sanani 28 kun emasda sal uzaytirsangiz bo'ladi. Ya'ni jarayonda uzaytirsa bo'ladi. Bu narsani egiluvchan rejalashtirish deydi. Ko'pchilik egiluvchan rejalashtirish bilan shug'ullanmaydi. Tiqib tashlaydi vaqtiga. Misol uchun men ko'pchilikni ko'raman. Ertaga soat 14 da men tam til bilan shug'ullanaman. Ertaga soat 14 da, ertaga soat 14 da boshingiz og'risachi, misol uchun-da. Yoki kimdir kech qolsachi uchrashuvga, hammasi buzilib ketadi. Shunga rejani qattiq qilish kerak emas. Uchrashuvlardan tashqari sal egiluvchan qilish kerak. Ya'ni mana shu 4 ta narsani inobatga olasiz. Ish hajmi, deadline, haftalik bo'lib chiqish, ishni bajarib ko'rish va unga o'zgarish. Endi flash kartalar va interval takrorlash. Chet til so'zlarni eslab qolishda ikkinchi asosiy masala bu flash kartalar. Flash kartalar nima uchun kerak? Flash kartalar mana bitta gap aytaymi? Flash kartalarning o'zi shunchaki flash kartalarning o'zi 2 barobarga samaradorlikni oshiradi eslab qolishda. Prosta flash kartalarning o'zi. Eski usulingiz bilan eslab qolsangiz ham flash kartalarning o'zi 2x sizga samaradorlik beradi. Ishlatishni boshlaganingizda. Flash karta nima? Mana bunaqa kartochkalar. Hozir ko'rsatib beraman, buni mohiyatini tushuntirib beraman. Anki Droid degan droid bor. Unaqa programma bor, o'shanda ham yodlasangiz bo'ladi. Xo'p, qiziqarli tadqiqot. Ikkita guruhga so'z berishgan, ikkita guruh bolalarga so'z berishgan. Oddiy bolalar, ular nemanist yoki tam xotirasini kuchli rivojlantiradigan insonlar emas, oddiy studentlar. Stanfordda bo'lgan tadqiqot. Richard Atkinson degan inson bir paytlar o'tkazgan, kichkina tam guruhchalarda. Bittasiga ro'yxat bergan, chet til so'zlarning ro'yxatini, tam lug'at ichidan yodla deb bergan. Bittasiga mana bunaqa kartochkalarga yozib bergan. Har bitta kartochkada bittadan chet til so'zlar bo'lgan. Tadqiqot yakunida shunaqa bo'lganki, kartochkada eslab qolgan bolalar 70-75% ga samaraliroq bo'lgan. Eslab qolish hajmi kattaroq bo'lgan, kuchliroq bo'lgan, yodida ko'proq qolgan, yaxshiroq ishlata olgan u bolalar, haligi tildagi so'zlar. To есть hamma tomonlama samarasi yaxshi bo'lgan. Shuning uchun bitta flash karta, bitta so'z va bitta tarjima. Nima qilasiz? Mana bu flash kartani sotib olasiz. Mana prям shogirdlarniki bo'lib. Kimdir bu rus tilini ham o'rganyapti ekan menimcha. Yo'q, bu hammasi kartochkami deyman-da. Просто ruscha перевод. Mana bunaqa qilingan. Mana bitta yaxshi ko'rinyapti menimcha. Mana kars tili orqasiga tarjima ko'ryapsizlarmi? Tako akkuratni qilib chiqqan. Mana prям shu o'tirgan bolalarnikini oldim. Mana kars tili orqasida tarjima. Mana o'rganyapti, til o'rganyapti. Mana shunaqa flash kartalar. Bularni bitta kanselyasiyaga kirib sotib olsangiz bo'ladi. Prosta mana shunaqa qilib o'tirasizda, buni zo'r tomoni hajmi bilasizda. Misol uchun mana shunda nechtaligini bilasiz doim. Mana bitta nechtaligini bilasiz. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana. Qing'ir qiyshiq bo'lib yotibdi, qarang. O'zi kesganda katta ehtimol mana. Tayyor emas, kesilgan, bular ko'ryapsizlarmi? Kichkina tako qattiqroq ovoz bo'lsa bo'ldi. Любой narsani tayyorlab olsanglar bo'ladi. Endi qanday qilib flash kartani ishlatasizlar? Olasizlar. Sizga kerakli bo'lgan so'zlarni yozasizlar. Bir tomoniga tarjimani yozasizlar. Ikkinchi tomoniga yozilishi va talaffuzini yozasizlar.
talaffuzini tagiga tam transkripsiya deydi, transkripsiyasini yozasizlar. Flash kartalar bilan ishlash jarayoni. So'zlarni tayyorlab yozib chiqasiz. Misol uchun mingta flash kartani yozib chiqasiz. Mingta flash kartani yozishga lug'atdan ko'chirish xolasmi? Tam bir kun vaqtingiz ketadi, misol uchun. Yozganingizdan keyin bir qismini olasiz, misol uchun tam mana shunchasini olasiz, tam 50 ta 100 tasini olasiz, mana ko'p emas, olasizda va takrorlaysiz. Olib turib, ham qo'lingizga takrorlab, tagida talaffuzini o'qib, tarjimasini eslashga harakat qilib, so'z bilan birdaniga ishlab, ikkinchi so'zga o'tib, mana shunday qilib ishlayverasiz. Flash kartalar. Va yaxshi va yomon so'zlarni ajratasiz. Ya'ni bu nima degani? Asosan yomon so'zlarni ajratish kerak. Nima uchun? Sababi yomon so'zlar bilan ko'proq ishlaysiz. Bu narsani Pareto qonuni deydi. Men alohida aytib beraman ertaga. Qaranglar, asosiy masala, hurmatli marafon ishtirokchilari, asosiy masala. Yaxshi zo'r o'xshagan so'zlarni hadeb takrorlash kerak emas. O'zi o'xshab turibdi, tiymaydi. Yomon, o'xshamayotgan, eslolmayotgan so'zlaringizni flash kartalarda zo'r tomoni olib ajratib olib, alohida o'shalar bilan alohida shug'ullansangiz bo'ladi. Sizda hech qanaqa muammo. Va yomon so'zlar bilan qo'shimcha ishlaysiz. Mana algoritm shunaqa. So'zlarni yozib olasiz, hammasini yozib chiqasiz. Bir qismini olasiz, yodlaysiz, takrorlaysiz. Yaxshi so'zlarni bo'ldi vso. Keyin takrorlashingiz mumkin bo'ladi. Va hokazo. Endi qaranglar, eslab qolingan so'zlar unutilmasligi uchun nima qilish kerak? Unutilmasligi uchun bitta oddiy texnika bor. Mana bu yoyga e'tibor beringlar. Bu Ebbinghaus unutish yoyi. Любой narsa unutiladi. Shu narsani tushuninglar. Use it or lose it deydi. Yoki ishlat, yoki yo'qotasan. Iloji yo'q. Miya to'xtamasdan almashib turadi. O'zgarib turadi. Bugun nimadir yedim, boshqacha ishlaydi ham. Ertaga nimadir yemadim, boshqacha ishlaydi. Sal uxladim yaxshiroq, uyquga to'ydim, zo'r kalla ishlayapti va hokazo. Uyquga to'ymadim, ishlamayapti. Stress bo'ldi, sal pasaydi. Baxtliman, sal ko'tarildi va hokazo. Va unutish yoyiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, taxminan birinchi 20 minutda, misol uchun mana bundan 100 ta so'z eslab qolasiz-ku. Birinchi 20 minutda 60% qoladi. Yoy bo'yicha, yaxshi eslab qolingan so'zlarni. Keyingi 1 soat ichida yarmidan sal kamrog'i qoladi esingizda. Mana shu narsani oldini olishning bitta zo'r yo'li bor. Bu narsani nomi interval takrorlash. Ya'ni yoy tushirmaysizda, misol uchun mana bunday bo'lsa, tushayotgan yoyimni ko'tarib qo'yasiz yani. Har ko'targaningizda yoy pastga tushib ketmaydigan bo'lib qoladi. Sal teparoqqa tushadi. Ya'ni ne tushyapti-da, qanchadan interval bitta takror tepaga urib borsangiz, xotiringizda stabillashadi-da. Oxirida mana bu to'lqinlamda tekislanib ketadi. To есть hammasi esingizda qoladigan bo'ladi. Qanchadir intervaldan keyin hammasi esingizda qoladigan bo'ladi. Endi yodlab olingan ma'lumotlarni muayyan interval orqali takrorlansa, o'sha ma'lumot juda ham uzoq muddatga qolib ketadi. Xususan mana bu inson, o'sha German Ebbinghaus ismi, tadqiqotlarga qaraganda 10 yil, 15 yildan keyin ham ayrim ma'lumotlar esda qolgan. Umuman takrorlanmagan bo'lsa ham boshida interval takrorlangan, shu bilan qolib ketgan. Endi qanday qilib interval takrorlash kerak? Mana bunaqa qutilar bor, Leitner qutilari deydi. Biram uyda tayyorlab olsanglar bo'ladi. Biram ertaga masalan o'rningizda nima qilardim? Mana shu marafon tugatgandan keyin mana bunaqa narsalarni olardim yoki uyda ham list olib turib kesib chiqardim. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib tayyorlardim. Zo'rdi, jiddiy ish bu. Yana bitta zo'r narsa, bu yerda o'tirib yozyapti bola, qarang mana. Mana bu karscha so'zlarni orqasiga erinmasdan valigina yozgan ruchkada. Yozish jarayonida ham miyaga kiradi-da. Mana bu qoladi, qaysidir qismi. O'tirib yozgandan keyin nima qilib qo'ysangiz bo'ladi? Qutilar qilib qo'ysangiz bo'ladi. 5 ta quti qilib qo'ysangiz bo'ladi va o'sha qutilarning ichidagini takrorlasangiz bo'ladi. Qaranglar, qanday takrorlanadi. Yodladingiz, deylik 100 ta so'z yodladingiz. 100 ta so'z yodladingiz. 100 ta so'z yodladingiz. Birinchi qutiga solasiz. Birinchi qutini deylik 3 soat. 3 soatdan keyin takrorlaysiz hali 100 ta so'z. Keyingi qutini misol uchun 16 soatdan keyin takrorlaysiz. Keyingi qutini 24 soat. Keyingi qutini 1 kun. Keyingi qutini 3 kun yoki 4 kun. Keyingi quti
Bir hafta. Odatda mana shu oxirgi qutiga yetib borgan so'zlar bo'ldi, polностью esingizda qoladi. Bo'ldi, 6 ta yozdim, 8 ta qilsangiz bo'ladi intervallarni, 5 ta qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 100 ta so'z eslab qoldim, korobkachaga soldim. Yoki deylik, prosta mana bunaqa polka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Prosta polkani ustiga solib yursangiz bo'ladi. Misol uchun mana 100 ta so'zni eslab qoldimda, 100 ta so'zni mana buni eslab qoldimda, mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Mana bu yerga polkalarga intervalchalarni yozib qo'ysangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Keldingiz, 3 soatdan keyin takrorladingiz, keyingi joyga qo'ydingiz. Va hokazo. Shunaqa qilib o'taveradi. O'taveradi. Bu yerda yangisi qo'shilaveradi, o'tib, oxiriga yetib borganlar bori va shu uzoqqa qolib ketadi. Xotirangizni o'ta uzoq muddatlargacha qolib ketadi, hech qayerga o'chmaydi. Hech qayerga o'chmaydi. Bu narsani Leitner qutilari deydi. Endi Leitner qutilarini yana ham kuchaytirish uchun toga degan usul bor. Juda ham zo'r usul. Bu usul orqali siz o'zingizni xotirangizga xorijiy so'zni ilib keta olasiz. Umuman o'chmaydigan qilib ilib keta olasiz. Umuman, вообще yo'q bo'lmaydi, prosta turaveradi. Buning uchun ozgina mashq qilish kerak. Bugun как раз sizlar bilan mashq qilamiz. Tayyor bo'lsanglar, plus belgisini bosib yuboringlar. Bo'ldi. Ko'ryapmiz sizni, eshityapmiz, davroniki biz tayyormiz deydigan bo'lsanglar, plus bosib yuborsanglar, hozir sizlar bilan qiziqarli mashqni bajarib ko'ramiz. Birgalashib. Plus. Aha. Cho'tka. Xo'p, qaranglar. Ya'ni yana bir marta. Bundan oldingi intervallar haqida. Intervallar asosiy mohiyati nimadan iborat? Yodlangan so'zni hajmini, misol uchun 100 ta so'z eslab qoldingiz, 100 ta so'zni hajmini keyinchalik takrorlash jarayonida orani ozgina uzsangiz bo'ldi. To есть birinchi 3 soatdan keyin takrorlaysiz, keyin misol uchun 16 soatdan keyin 24 soatdan keyin deylik 3 kundan keyin bir haftadan keyin va hokazo. Mana shu odatda bir haftaga yetib borganda 5 ta 6 ta takrorlash bilan orada uzuqlik bilan shu bilan qolib ketadi. Tushundingizmi? Shu bilan prям urib